Tonggi suhbatlar. Adham Sharqoviy. Haqlar va oq bo'lishlar haqida. Bir kishi xalifa Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning huzurlariga kelib, o'g'lidan shikoyat qildi. Umar roziyallohu anhu uning o'g'liga odam yubordilar. U kelgach unga dedilar: "Nima uchun otangga oq bo'lding? Otangning gardaningda ado qilishing lozim bo'lgan haqlarni bilmasmiding?" "Mening otam ustida haqlarim yo'qmi, ey mo'minlar amiri?" "Albatta bor. Otang sen uchun kishilar ayblamaydigan ona tanlashi lozim. Senga chiroyli ism tanlashi lozim. Senga odob berishi, tarbiyalashi, katta bo'lguningcha nafaqa qilishi lozim. Otam barcha aka-ukalarimni hur ayollardan tug'dirgan, meni esa cho'ridan. Ular kichkinaligimdan otamning oldida meni onam bilan ayblashar edi. Otam menga Juval, go'ngchi qo'ng'iz deb ism qo'ygan. Otam meni ilm halqalariga yubormagan, halol haromni o'rgatmagan. Men faqat uning tuyalarini boqar edim." Umar roziyallohu anhuning otasiga qarab dedilar: "Sen o'g'lingga oq bo'libsan-ku." Janjak Russo aytadi: "Uylanishimdan oldin menda bolalar tarbiyasi uchun 6 ta nazariya bor edi. Bugun esa menda 6 ta bola bor, ammo birorta nazariya yo'q." Tarbiya nazariyotidagi eng go'zal nazariya qissalar bilan tarbiyalashdir. Qur'oni Karim itoatgo'ylar, osiylar, nabiylar, ayollar, hayvonlar, qullar va o'tgan ummatlar qissasi bilan to'la. Tarbiya va yo'nalish berishda bundan o'tadigani yo'q. Bu uslubdan maqsad yetkazish kerak bo'lgan fikrni nafs yaxshi ko'radigan suratda birovga yuklashdir. Inson qissaga tabiati bilan quloq tutib, uni qabul qiladi. Bu katta yoshlilarda, ammo yosh bolalarda esa bu uslub juda ham muhim va foydalidir. Bolalarda bu dunyo haqidagi fikrlar juda erta shakllanadi. Erta shakllangan narsani o'zgartirish ham qiyin kechadi. Har bir qissaning qahramonlari bo'ladi. Qahramonlar bolalar uchun bir yetakchi va o'rnak vazifasini o'taydi. Bolalar ularga taqlid qilishadi. Shuning uchun hikoyalarni tanlab olish lozim bo'ladi. Bu bilan biz ularga yetakchilarni tanlab bergan bo'lamiz. Firavnning qizining sartaroshi haqidagi hikoya Zolushka haqidagi ertakdan go'zalroqdir. Bilqis haqidagi hikoya qorning oqligi hikoyasidan yaxshiroqdir. Uhud sohiblaridagi bola hikoyasi Robin Gud hikoyasidan afzaldir. G'or sohiblarining qissasi Ali Bobo va 40 qaroqchi qissasidan yaxshidir. Hadicha onamiz va Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muhabbatlari haqidagi hikoya Cerebrodagi muhabbat haqidagi hikoyadan afzaldir. Xizr va Muso alayhissalom haqidagi qissa Sindbod haqidagi hikoyalardan afzaldir. Ikki bog' sohiblari haqidagi qissa Digimon qahramonlaridan go'zalroqdir. Firavnning xotini Osiyo haqidagi qissa Rapunzel qissasidan go'zalroqdir. Fotima, Oysha va Hansoning qissalari quvvat qizlaridan yaxshiroqdir. Xolid ibn Valid Gevaradan buyukroqdir. Abu Bakr Mandeladan buyukroqdir. Umar Gandidan buyukroqdir. Usmon Bill Gatesdan buyukroqdir. Sa'd ibn Abu Waqqos Napoleondan buyukroqdir. Hanso Agata Kristadan buyukroqdir. Hadicha Margaret Thatcherdan buyukroqdir. Madaniyat bola uchun juda muhimdir, ammo madaniyat daraxtning bargiga o'xshaydi. Daraxtning tomiri bargidan muhimroq bo'ladi. Bolalarning yoshligidan tomiriga e'tibor berishimiz lozim. Shuning uchun birinchi aqoidni o'qitish muhim. Murabbiylarning sayyidi shunday degan edilar: "Hoy bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohni muhofaza qil. Shunda Alloh ham seni muhofaza qiladi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga foyda beruvchi ham, zarar beruvchi ham Alloh ekanini anglatdilar. Insonlar faqatgina sababchilardir. Boshingga tushishi kerak bo'lgan ish xato qilmaydi. U albatta boshingga kelib tushadi. Xato qilishi kerak bo'lgan ish sening boshingga tushmaydi. Alloh taolo barcha narsani
lavhul mahfuzda yozib qo'ydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan.